Sizning qon bosimingiz o'zgaruvchan va birdan ovqatdan keyin sizning qorningizda kuchli og'riq paydo bo'ldi. Hushyor bo'ling, bu oddiy qorin og'rig'i emas, balkim ichak ishemiyasi bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun ichak ishemiyasi haqida gaplashamiz. Ichak ishemiyasi bu ichak to'qimalarining qon bilan ta'minlanishining pasayishi yoki umuman to'xtab qolishi natijasida yuzaga keladigan holat hisoblanadi. Odatda bu holat o'rta yoshdan katta odamlarda, ayniqsa yurak qon tomir sistemasida muammosi, kasalligi bor bemorlarda, ateroskleroz, qon bosimining baland bo'lib turishi yoki o'ynab turishi bilan uchrab turadigan bemorlarda bu holat boshqalarga nisbatan ko'proq uchraydi. Asosiy sabablari esa o'sha qon tomirlarining tromb bo'lib qolishi yoki havoning o'sha kirib o'sha yerda to'xtab qolishi yoki ichak tomirlarining torayishi natijasida o'sha ichakka qon borishining pasayishi natijasida yuzaga keladigan holat hisoblanadi. Asosiy belgilari esa qorinda og'riq va bu holat ko'pincha ovqatdan keyin va to'satdan kuchli boshlanadi. Bundan tashqari qorin dam bo'lishi, ba'zan esa hattoki qonli najas ham yuzaga kelishi mumkin. Og'riq ko'pincha kutilmaganda boshlanadi va kuchli, ya'ni shiddatli boshlangani bilan boshqa og'riqlardan farqlanib turadi. Tezkor tashxis qo'yish uchun albatta qon tahlili, kompyuter tomografiyasi, ultratovush tekshiruvi, hattoki aniqroq tashxis qo'yish uchun magnit rezonans angiografiya tekshiruvlari qo'llaniladi. Asoratlarga keladigan bo'lsak, ya'ni vaqtida davolanmasa, bu holatlarda ichakning o'sha qon bilan ta'minlanmasligi natijasida o'sha qismining nekroz, ya'ni chirishi yoki o'sha ma'lum bir qismlarning ichakning teshilishi bilan yuzaga keladigan og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Davolash esa ba'zi holatlarda, ya'ni qanchalik erta aniqlash yoki holatiga qarab turib davolash, ya'ni dori-darmon bilan, dorilar, suyuqliklar bilan bo'lishi mumkin. Qancha kechiksa yoki og'irroq holatlarda yuzaga keladigan bo'lsa, operativ, ya'ni jarrohlik amaliyoti bilan birgalikda kechadigan davolash usullaridan bo'ladi. Bu holatlarda esa ichakning bir qismi yoki kattaroq qismini kesib olib tashlashga to'g'ri kelishi mumkin bo'ladi. Oldini olish uchun esa albatta yurak sog'lig'iga e'tibor qaratish, qon bosimini nazorat qilish va qonning suyuqligini ham ahamiyatga olib turishni maslahat berib qoladi. Erta tashxis qo'yish va davolash, ya'ni bemor hayotini saqlab qolish uchun eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. Videoni qon bosimi doim o'ynab turadigan tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.